Gilamdozlik san'ati xalq hunarmandchiligida alohida o'rin tutadi. Surxondaryo gilamlari ko'rinishi, to'qilishi va ranglari jihatdan boshqa viloyatlar gilamlaridan farq qiladi. Gilam to'qish anchayin murakkab ish. Dastlab ishni paxtani chigitlashdan boshlaymiz. Keyingi bosqichda chigitdan ajratilgan paxtalar Surxondaryoda mana bunday sabov deb aytiluvchi tayoqchalar yordamida paxtalarimiz savalanadi. Savalash jarayoni muhim jarayondan biri hisoblanib, bunda ayol kishi qomatini tik tutgan holatda hamda mana shu tayoqchalarni salvor bilan, ya'ni kuch ishlatgan holatda urib savallash talab etiladi. Savalashdan chiqqan paxtamiz mana shu urchiq yordamida ip kalava holatiga keltiriladi. Ipni bo'yashdan oldin dastlab suvga ivitib qo'yiladi. Dastlab qozonga tuz solinadi. Tuz ipni yaxshi bo'yab olishda hamda iplarni chigallashni oldini oladi. Undan so'ng rang solinadi va aralashtirib turiladi. Tayyor bo'lgan rangli suvimizga ipimizni solib bo'yaymiz. Tayyor bo'lgan ipni chiqarib olamiz. Chiqarib olamizda keyin ustini mato bilan dimlab qo'yamiz. Ranglangan ip quritish uchun oftobga qo'yiladi. So'ngra qo'lbola dastgoh qilib mana shunday qoziq qoqiladi. Bu jarayon yugurish deyiladi. Iplar shu tarzda qo'lbola dastgohga rangiga qarab joylashtiriladi. Gilam to'qishning tarbiyaviy ahamiyati katta. Ushbu mehnat turi xotin-qizlarni sabr-toqatli, ichki dunyosini boyitish bilan birgalikda uni mehnatsevar bo'lib voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu moslamani qilich deb ataladi. Asosan gilam to'qishda mana shu moslama muhim rol o'ynaydi. Arqov o'tkazilib, qilich yordamida to'qiladi. Shu ko'rinishda gilamni oxirigacha shu tartibda to'qilib boriladi. Gilamlardagi har bir rang, har bir naqsh o'ziga xos ma'noga ega. To'qilgan har bir gilamda xalqimizni dunyoqarashi, tarixiy jarayoni, unda estetik didi, dunyoqarashi, ma'naviyati, ma'rifati mujassam. Surxondaryoda to'qilgan gilamlarga qarab, shu xonadon bekasini estetik didi, madaniyatini, ichki olamini bilib olish mumkin.